sizga ishonch o'ladi. Bolam bu hayot sinovlarini o'ta olmas ekan, har holatingizga aralashadi. Sizni o'zingizni qoldirishdan qo'rqishadi. Sizga bo'lgan ishonch tugaydi o'sha yerda. Agar siz u voqealarda onangiz oldida bo'lib, ona o'tib ketadi yokida keling dadamga xo'p bo'ladi deb qo'ying. Shunaqa xato qilibdi, mayli. Meni dadamu yokida onam gap qaytarib qo'yibdi yokida bir xato qilibdi, qo'ying. Onamu sizni qanaqa yaxshi ko'radi? Mana shunaqa holatlarda siz o'zingizni farzandlik burchingiz o'rtada qo'lingizdan kelgancha ota-onangizni bir-biriga maqtash bilan o'tkazing. Otaning yuragi qachon yiqiladi? Sigaret chekkan. Gap qaytarishdi. Ishonchni suiiste'mol qilishdi. Otamni manzilga kelaman deb uzoq olib ketishdan Yolg'on gapirishdi. Ishonchdan. Ishini yo'qotishdi, yolg'on gapirishdi, do'qilishdi. O'zgargan joylarda yo'qishdi. Har bir harakatlarimiz bilan ota-onaning yuraklarini birma-bir sindirar ekanmiz. Ularga malham qo'yyapmiz, lekin ular yamalyapti-da. Chandiq bo'lib qolyapti yurakda. Mana shu chandiqlarni kim paydo qilyapti? Biz. Mana shu chandig'ini qoldirmaydigan, yamasa bo'lyapti, eplasa bo'lyapti, o'tib ketyapti, lekin chandig'i qoladi. Bu chandiqlar bora-bora insult, infarkt, onkologik kasalliklar va boshqa kasalliklarga olib keladi. Chunki ko'chadagi muammolarga u darajada ota-ona qattiq reaksiya qilmaydi. Farzandiniki qattiq botib ketadi.